Hello bolalar, sizlar bilan yana o'sha Mickey Game. Bugungi o'yinimiz survival bo'ladi. Bo'lmasam let's go. Mana bolalar, qaror o'tdim. Voho. Ishlaringiz qanaqa bolalar, yaxshimi? Ana ekindagi ishlar ham boshlanishi ketibdi. Va mana molni qarang. To'zi buqada bu buqa. Buqa. Bundan ko'rasizlarmi? Yaqinda bunga yana bitta qo'shib qo'yaman oldiga. O'shaning uchun bu o'sha yerda turadi. Va bugun dalada ishlasammikan, ishlamasamikan, o'sib ketibdi-da. Lekin o'sib ketibdi, qaranglar. Mayli, to'xtab turinglar ungacha. O'rtog'im chaqirishga boraychi. Adashib ketdim. O'rto. Alo. Ne bu uyda yo'qmi deyman. Eshik ochiq aytgancha. Jitel qalaysan, yaxshimisan? O'rtog'im ko'rmaydi, nima bitta o'tiribsan? Qalaysan, Jitel? Yaxshi. Yaxshimisan? Men o'rtog'im ko'rmadingmi? Yo'q. Nimaga ko'rmaysan? Senlar ko'zlaring qaralaring, ko'zlaring faqat yashil ko'radi, senlar bilasanlarmi? Nega? O'ldirib qo'ya qoldim. Bir urdim o'lib qoldi. Mataylar o'ldirganim yo'q. Mayli, qani o'rtog'im nimalar bor dedi. Mayli, qo'yaveringlar, nima qilaman men. Bo'lsa mayli, dalada ishlashni boshlayvering. Men o'rgimchi o'yna qo'yinglar. Uy! Qatdan urdi. Jonim azina qilib qo'ydingiz, aylanib kelish kerak endi. Skeletlar yomon bo'ladi o'zi. Endi uyga borib dalada azina ishlasam o'tda. O'tda ham yopib qo'yibdi mana boy degan kibr. Ne uyda yo'qmi deyman o. Boy aka. Uyda yo'q ham menimcha, brat. Mayli. Dalada ishlash boshlayvering. Menga dalada ishlash ketmoqmi mana? Yo'qolib qopti-yu. Mayli, bo'lmasa hozir boy uyda ikkita narsa olib kelaman. Boy narsalar ko'p bu. Uyda yo'q ekan. Bo'lmasa ochilarmida? Bo'l ochilar ekan. Nima buni uyda golem bor edi-yu. Golem yo'qolib qopti. Ovqat bu yerda bitta mana. Ketmon olsam bo'ladi, bratan. Qaytib qo'yaman o'zim baribir. Oldim deb. Safarga ketganman deyman, o'rtog'im ham yo'q, kelasi ketgandan bir joyga. Meni tashlab ketdilar. Mayli. Masalan, dalada ishlayvering. O'zi mashina meni hosilim. O'zi mashina zo'rg'a kun ko'rib turgan bo'lsam. O'zi mashina yarmini ham merga berish kerak. Mer bu meni o'rtog'im bo'ladi, o'sha meni o'rtog'im bo'ladi, temirchining uyida turadi. Mer o'sha mer qilib saylaganmi? Yuraveradi, odam yo'q, qo'rquv, sal jinro. O'zi bosilib ketdi shu narsa, bo'ldi mana. O'zi shunaqa sal onqora o'rtoqlarim. Shuna o'rtoqlarim borda nima qilay? Keyin qizig'i mashina ham kattalashtish kerak, qaranglar, kechgina. Qaranglar, o'rtog'imniki o'sib ketibdi. Mana uniki uncha o'smabdi-yu, lekin o'sidi o'tlagan. O'rtog'imni qarang, o'rtog'imniki zo'risi. Hatto menikiga o'xshamaydi. Menikining zo'ri. Mana endi mer o'rtog'im kelgandan keyin men qo'ya qolaman bu narsalarni. Ungacha menga turaversin, to'g'rimi? Mana uni ham keyin beraman hali. Ketdim, azina daraxt ishlakamasam, daraxtim bitta qolibdi. Hech narsam yo'q pashti. Oldingi safar qani mashinadan boshlayveraylikchi. Qani
bo'lib qolmadi. Endi hosal ijro mana mashina. Yoz mashina. Kimdir Jitel bo'pmi? Yo'q emasmi? Yo'q emas. Mayli, chalg'imaymiz. Ye puli. Butta nima bu? Qani chuylikchi. Jitel. O'rta nima qilsalar butta? Yordam bermang, qamab qo'ydi. Voy, kim qamab qo'ydi? Bitta odam. Voy, bo'ldi hozir. Hozir kelaman men bir. Sizga. Xo'p, hozir kelaman. Yugurib borib. Voy, kim qamab qo'yadi bularni? Mashina paytam qornim ochadi. Men bosh tomonga ketdi ekanman. Qishloqqa o'zi yaqinda keladi. Yaqin. Ana Jitel. Jitel. Avtoskelet. Skelet desa demak mana shu tomonda adashmasam. Qishloq esimdan chiqib qoldi. Voy, rosa esimdan chiqib qoldi. Bu yoqda qishloq. Voy, ana o'rtoqlarimga yordam berishim kerak degan bo'ldi. Tezroq bo'l, endi qornim ochgan payt men shunaqa sekin yuguraman. Voy, yomon chalkashib ketdim. Qattiq endi bu qishloq. Ular kim olib kelib bu yoqqa qamab qo'ydi ekan? Ota ko'l bor, bilaman. Ko'ldan mana ekan, bo'lib topdim qishloq bor. Oyog'im sal og'rib qoldi. Yo'lchi qishloqqa keldi. Endi nartonga suzib o'tish kerak. Mayli, tezroq. Ekib ketaylik. O'rtoqlarim yo'qotdi endi. Tepada bo'lsa kerak. Qishloq yaxshi ko'rim. Nartonda mana nartonda aytgancha bu boshqa mahallada, bu boshqa mahalla, men mahallam nartonda. Mana skelet bor yozig'i. Maylani boraman. Hozir ularni qutqarishim kerak. Yomon kech qo'yatdim lekin. Video zapisini nimaga bosaman? Mana bo'yi, bo'ldi, mana keldim. Qornim ham ochib ketdi, yugurolmayaptim yaxshi. Hozir bosay. Kire tezroq. Och qo'y, topor ol, ikkita ovqat olay. Qornim sal to'ydi. Men ko'chatlarni ham ekib ketib qolaman yo'lma-yo'l. Mana. Jitel kelib qoldim. Sizga. Hozir. Mana. Keldim. Yordam ber. Bo'ldi. Mana. Ana ketdi yurlaring qishloqqa. Rahmat. Xo'p. Kelasanlarmi? Yurlaring ketdi. Chiqamiz. Xo'p. Zo'r qolib keldim qishloqlarni. Chiqsalaring-chi. Chiqamiz. Tezroq chiqlaring. Bu yerda jamoat joyi bu. Qo'ysang-chi o'rtoq, qo'ysang-chi, u qiz bola. Mayli, bo'pti. Hozir boramiz. Tezroq bo'llaring, kun ham tushyapti. Tezroq bo'llaring. Mana bolalar uyga ham olib keldim. Mana ular uyga kirib ketdi. Bittasi ona mahallada turadi, bittasi mana shu tomonda turardi, adashmasam-da. Mana bittasi nar tomondagi, ana ko'rinayotgan bo'lsa. Ikkinchisi hozir mana mashinada turardi. Shunaqa. Mayli bolalar, charchaymanglar. Bu video yetar. Mana yomon charchanib uxlamasam bu video.